Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bekor qilish rejasini ishlab chiqmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati Rossiyaga nisbatan sanksiyon bosimni yumshatish bo'yicha reja ishlab chiqmoqda. Bu ikki tomonlama munosabatlarni tiklashga qaratilgan sa'y-harakatlar doirasida amalga oshirilmoqda. Manbalarning ta'kidlashicha, Oq uy AQSh Davlat departamenti va Moliya vazirligiga qaysi sanksiyon cheklovlarni yumshatish mumkinligini aniqlash bo'yicha ro'yxat tayyorlashni topshirgan. Ushbu ro'yxat yaqin vaqt ichida Rossiya tomoni bilan muhokama qilinishi va ikki davlat o'rtasidagi diplomatik hamda iqtisodiy aloqalarni yaxshilashga qaratilgan muzokaralar doirasida ko'rib chiqilishi mumkin. Qayd etilishicha, AQSh ayrim rossiyalik yuridik va jismoniy shaxslarga, jumladan ba'zi oligarxlarga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Biroq Washington bu qadam evaziga Moskvadan qanday imtiyozlar talab qilish mumkinligini hozircha aniq emas. Manbalarning ma'lum qilishicha, Oq uy Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni yumshatish bo'yicha mumkin bo'lgan variantlarni ishlab chiqish bo'yicha topshiriqni Tramp Ukrainadagi vaziyat bo'yicha favqulodda holat rejimini uzaytirishdan oldin bergan. Mazkur rejim Rossiyaning Ukrainaga nisbatan harakatlarida ishtirok etgan jismoniy va yuridik shaxslarga nisbatan cheklovlar joriy etishni nazarda tutadi.